Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, bizni tomosha qilayotganlar. Biz hozir dengiz sathidan 1360 metr balandlikda Gazarak qishlog'idamiz. Bu joyning o'ziga xos xususiyatlari bor. Mana shu hamma tomoni tog'lar, adirliklar bilan o'ralgan bu joylarda nihoyatda dehqonchilik qilish, bog' yaratish ishlari mushkul bo'lsa-da, lekin ajoyib bir yurtdoshimiz bugun 100 yoshni qarshilagan ajoyib bog'bon Nosirxon ota To'raqulov bu yerda qariyb 100 gektardan ziyodroq joyda mana shu bog' yaratganlar. Oldin xabar qilganimizdek, Eshonboy umuman mamlakatimizning barcha hududlarida 340 gektardan ziyodroq joyda lalmi maydonlarda olma bog'lar va umuman olganda bog'lar yaratgan inson. Bugun biz shu kuni xonadonlariga kelib, siz aziz do'stlarimizga, birodarlarga, Facebook do'stlarimizga yaxshi niyatlarni olgani keldik. Eshonboy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Kayfiyatingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Barcha Facebook do'stlar nomidan sizni mana shu 100 bahorni qarshilaganingiz bilan qutlaymiz. Rahmat, katta. Bugun mana shu 100 yoshga kirsangiz ham tinib tinchimayapsiz-da. Ko'z tegmasin avvalambor. Mana poliklinika qurayotgan ekansiz. Oila poliklinika. Bu yerda mana juda katta masjidni bunyod etyapsiz. Necha o'rinli masjid? 750 o'rinli. O'sha yerda o'sha yerda mana atrofi bilan 800 dan oshiq odamlar ketar ekan. Bu yurtdoshlarimizga mana shu Facebookda bizni tomosha qilayotganlarga bir chiroyli duo bersangiz, sizni qiynamaylik. Ilohi amin. Ilohi amin. Allohu akbar. Katta rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa biz kelgusi yilda mana Eshonboy 101 yoshga kiribdilar deb yaxshi niyatlar qilib kelaylik. Hammani ana shunday yoshlarga yetkazsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin. Bugungi mana shunday yaxshi kunda, yakshanba kunida bir-biringizni yo'qlang azizlar. Kasallar holidan xabar oling. Shifoxonalarga yo'lingiz tushsa, shifoxonada yotgan do'stlaringizni ham eslab qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat.